Yogani rosa zerikarli deb eshitganman. Sizni darslaringizni zerikib qolmaymanmi? To'g'risi, o'zim yogani boshlayotganimda juda ham zerikkanman. Keyin yoga instruktorlikka o'qib, yoga terapevtlikka o'qib, shuni tushunganman, odam xilma-xillikka xohlayotgan. Undan tashqari, organizmimizda shunchalik ko'p ichki organlar va ichki tizimlar bor. Hammasiga ishlov berish kerak degan xulosaga kelib, o'zimni avtorskiy metodim bilan dars beraman. Biz bir kun shishlarni haydaymiz, limfodrenaj yoga qilamiz, bir kuni detoks yoga qilamiz, oshqozon ichini tozalab, qon tomirlarini tozalab, har tomonlama tozalanamiz, bo'g'imlarga ishlaymiz, bo'g'imlarni moylaymiz. Bir kuni rastyashka, chunki rastyashka juda muhim. Markaziy nerv tizimimizni tinchlantirishga bizga rastyashka cho'zilishi kerak. Har kuni har xil darsda men sanab o'tib sizlarga hozir aytib bera olmayman. Darsimga kelinglar, ko'rasizlar qanchalik zerikishga vaqt yo'q, qanchalik yondiradigan mashqlar ham bor. Qomatimizni korreksiya qiladigan, yondiradigan silovoy trenirovkalar ham bor. Kelinglar, bir sinab ko'ringlar. Bir martalik darslar ham bor. Yoqsa keyin davom etasizlar.